Haqiqiy erkak kishini yosh boladan qanaqa qilib farqlab olsa bo'ladi. Faqatgina shu 3 ta so'zidan siz farqlab olishingiz mumkin. Haqiqiy erkak kishi sizga har doim boramiz, olamiz, hal qilaman deydi. Yosh bola esa borarmiz, nega hozir shu narsa kerak? Hozir o'zimda muammolarim ko'p deb sizga javob beradi. Mana shundan siz haqiqiy erkak kishini yosh boladan farqlab olsangiz bo'ladi. Tushunarli. Demak, sizlarning ham aka-ukalaring, otalaring bola ekanda, gapimdan achchig'i chiqmasin. Chunki har bitta erkakning hayotida baland-pastlar bo'ladi. Bir kun och qoladi, bir kun to'q, bir kun puli bo'ladi, bir kun yo'q. Agar ayol kishi eridan nimadir olib berishini so'rasa va eri hozir emas, keyinroq ko'ramiz deyotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan erni hozircha puli bo'lmaydi. Agar siz fikrlashingiz bo'yicha faqatgina doimo puli ko'p bo'ladigan er kerak bizga va bizga o'xshagan ayollarga deydigan bo'lsangiz, hech qachon sizlar erga tegolmaysizlar. Chunki hech qaysi erkak doimo boy bo'lib, doimo puli ko'p holatda yashamaydi. Kelinglar masalani teskarisiga aylantirib ko'ramiz. G'o'r qizaloqning gapi. Yo'q dadasi, bugun men charchadim, menga bugun yaqinlashmang. Yo'q dadasi, bugun men kriz yuvib olmadim, ertaga yuvib beraman. Bugun ovqat qila olmadim, ko'chada ovqat aytaylik. Ko'rishmaganimga ham 3 kun bo'ldi, ota-onamni sog'indim, maylimi uyimga borib kelsam. Haqiqiy ayolning gapi. Albatta dadasi, men doimo tayyorman. Hozir kiyimingizni yeching, hozir yuvib, hozir quritib beraman. Ko'chadan ovqat aytmang, restoranga ham bormaymiz. Uyda yaxshilab ovqat pishirib beraman. Bormaganimga 1 oy bo'ldi-yu, mayli. Doim yoningizdaman. Uyimga ham ota-onamni ko'rgani bormayman. Ha? Qalay bo'larkan? Qalay botarkan? Hamma narsani erkakning yelkasiga yuklashdan oldin yaxshiroq tafakkur qilinglar. Noto'g'ri tushuncha bo'lmasin, faqatgina shunaqangi fikrlaydigan ayollarga tegishli. Hamma ayollarga emas. Nimaga endi biz ayolimiz erkalik qilsa, mayli ayolim erkalik qilyapti deb qabul qilamiz-u, erkak kishi bugun olib bera olmayman desa, u bola bo'ladi, erkak bo'lmaydi. Nimaga endi biz ayolimiz bugun ovqat pishirmayman desa, yengil qabul qilib, bo'pti tashqaridan aytamiz yoki restoranga olib boraman seni deymiz-u, ayol kishi, erkak kishi pulimni yetkiza olmayapman, ozgina pulim kam desa, tushunmaydi. O, gender tengligi deb baqirayotganlar. O, feministkaman deb baqirayotganlar. Bu tarafiga ham adolat qilib qo'yinglar bo'lmasa. Men doim aytgan gapimni hozir ham aytaman. Hech qachon ayolsiz erkak, erkaksiz ayol yasha olmaydi. Ular doimo bir-birlarini to'ldirishadi. Shunchaki hayotda erkak ham ayol ham o'z vazifasini qilsa bo'lgan. Men bekorga tanqid qilmayman. Men yurtimni, yurtdoshlarimni, dinimni, dindoshlarimni, millatdoshlarimni yaxshi ko'raman. E'tiqodimni, qadriyatlarimni yaxshi ko'raman, urf-odatlarimni yaxshi ko'raman, milliyligimni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham tanqid qilaman. Tanqiddan to'g'ri xulosa chiqarasizlar degan umiddaman. Salomat bo'linglar.